Men kinomanman va bu Janubga yo'l filmi. Cho'lning o'rtasidagi kimsasiz yo'lga tushgan odamlar umrbod azoblanishga mahkum bo'lishdi. Filmni yuklab olishni istasangiz, kommentariyada manzili qoldirilgan Telegram va Instagram kanallarimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Mitch va Jek ismli do'stlar yarim kechasi katta yo'lda menga qo'yib ketishayotgan edi. Basharalardan qo'rqqanlardan qo'yib yuborganga o'xshagan do'stlar aftlari qon holda ketishardi. Qizi Ketrinning suratiga qaragan Mitch olisda qandaydir mavjudot unga qarab turganligini aytadi. Ko'p o'tmasdan kichik zapravkada to'xtashadi va ichkariga kirishlari bilan Suter ismli qiz ularga olayib qarab xizmat qiladi. Jek tezda hojatxonaga kirib aftini yuvishni boshlaydi. Uning ortida paydo bo'lgan mavjudot uni bo'g'ib o'ldirishga urinadi. Do'stini kutayotgan Mitchdan esa Suter ko'zlarini uzmasdi. Kutilmaganda zilzila boshlanadi, biroq qolganlar buni sezishmaydi. Tashqariga qaragach, maxluq ularni kutayotganligini ko'radi. Bir amallab tirik chiqqan Jek do'stiga surish kerakligini aytadi va tezda mashinaga o'tirib iloji boricha uzoqroqqa ketishga urinishadi, biroq negadir yana o'sha zapravka oldidan o'tishadi. Bu holat bir necha bor takrorlanadi. Yetmaganiga uchib yurgan maxluqlar ularni ta'qib qilishdan to'xtashmasdi. Sabri qolmagan Mitch mashinadan tushib tupikka kirib qolganliklarini aytadi. Jek esa ular Ketrinni qutqarishlari lozimligini ta'kidlaydi. Fikridan qaytgan Mitch yo'lni davom etishga rozi bo'ladi, ammo Jek mashinaga o'tirishi bilan boyagi maxluqlardan biri unga hujum qilib, mashinadan sudrab chiqadi va og'ziga berib o'ldirgach, zapal bo'lishdan qo'rqib qochib ketadi. Taqdirga tan bergan Mitch esa og'iz sevarning ortidan boradi. Keling, ularni Gulbadan deb ataymiz. To'g'ri, nomi jismiga mos emas, ammo bu kinoni hazm qilishga ancha yordam beradi. Qisqasi Gulbadan uni 6225-raqamli xona joylashgan motelga olib keladi. Ichkariga kirgan Mitch hammayoq qon bilan bulg'anganligini ko'radi. U xuddiki o'z uyida yurgandek his qilardi. Xonalardan biriga kirgach, kichik qiz dada deb chaqirayotganligini eshitgan Mitch ortiga qaragach qizining ruhini ko'radi, ammo u qochib ketadi. Ketrin unga yordam berishini o'tinib so'rardi, biroq uyini gir aylansa ham uni topolmagan Mitchning tomi ketishni boshlaydi. Keyingi sahnada Sadie, Ava va Kim ismli dugonalar sayohatga chiqqanliklarini ko'ramiz. Tekis yo'lda g'ildiraklarni teshib qo'ygan dugonalar cho'lning qoq o'rtasida qolib ketishadi. Ular do'stlaridan yordam so'rashadi, biroq birortasidan ham foyda chiqmaydi. Biroq bunga qaramasdan tushkunlikka tushmagan Kim kimdir yordam bermaguncha o'tirib olib pivoxo'rlik qilishni maslahat beradi. Bir necha soatdan so'ng nihoyat orzular ushaladi. Del va Betty ismli er-xotinlar ularga birga ketishni taklif qilishadi. Ularning tirjaygan basharasini ko'rib nimadir netoligini sezgan Sadie mashinalarsiz ketolmasliklarini bahona qilib yordamni rad qilishadi. Biroq hamma mayli deb ketishayotganda Kim kechasi pashshalarga talanmoqchi emasligini aytib ular bilan ketishga qaror qiladi. Yo'l bo'yi ular bilan tanishib olishadi. Sadie orqa o'rindiqda ayiq qopqonini ko'rib qoladi. Del uni bo'rilar uchun olib yurganliklarini aytadi. Ko'p o'tmasdan er-xotinlarning uylariga kelishadi va qizlarni ichkariga taklif qilishadi. Ularga yotadigan joylarni ko'rsatgan Betty ketayotib tasodifan marhuma dugonalari Alexni yodga olib qoladi. Bu esa Sadie'da shubha uyg'otadi. U Alexni qayerdan tanirdi? Ammo dugonalari bunga e'tibor berishmaydi. Shu kuni tunda Bunny va Kemiston ismli er-xotinlar egizak bolalari bilan kechki ovqatga kelishadi. Tamaddi qilishdan oldin shukronalik duosini o'qishadi va Ava omin deyishi bilan qolganlar unga jirkanch nazar solishadi. Vegetarian ekanligini aytgan Sadie ovqatlanishdan bosh tortadi va dugonalari begona odamlar bilan mazza qilib valaqlashayotganliklaridan hayron qoladi. Xonasiga kirib cho'milmoqchi bo'layotgan Ava derazasi ortidagi sharpani sezmaydi. Tortmadan pichoq topgan Sandy uni yashirib qo'yadi. U bu yerda o'zini yomon his qilayotganligini aytib ketishni taklif qiladi. Kim to'satdan uni Alexning o'limida ayblab qoladi. Sadie u o'lgan tunda uni yolg'iz qoldirmaganligini aytib turganida Kim qora qon qusishni boshlaydi. Ava ham undan qolishmaydi. Bundan dahshatga tushgan Sadie uy egalaridan yordam so'raydi, biroq ular pinaklarni ham buzishmaydi. Aksincha, birinchi martada doim qiyin bo'lishini aytishadi. Stakanga qandaydir oq suyuqlik quygan Dale uni Sadie'ning dugonalariga beradi. Suyuqlikni ichganlardan so'ng o'zlarini g'alati tuta boshlagan qizlar bu yerdan ketishdan bosh tortishadi. Sadie ularni ketishga ko'ndirishga qanchalik urinmasin, uning gaplarini bir tiyinga ham olishmaydi. Ular uxlab qolganlardan so'ng derazadan mo'ralagan Sadie egizaklar ularga qarab turganliklarini ko'radi. Bundan qo'rqib ketgan qiz sal avval topgan pichog'ini oladi va kravat oldida o'tirgancha uxlab qoladi. Uning tushiga kirgan Alex nega uni tashlab ketganligini so'raydi va mashina tagida qolib o'lib ketadi. Qo'rqib uyg'ongan Sadie dugonalari ketib qolganligini ko'radi.
Derazadan qaragan qiz ularni uy egalari qandaydir ritual o'tkazayotgan gulxan oldiga olib ketayotganliklarini ko'radi. Qo'llarni kesib qon chiqargan er-xotinlar qizlarning peshonasiga belgi chizishadi va ularning ko'zlari qolganlarnikiga o'xshab o'zgarishni boshlaydi. Dahshat bilan ularga qarab turgan Sedi bilmasdan qopqonni bosib dod-devoradi va uning qichqirig'ini eshitib qolishadi. Ava va kimlar uning oldiga kelishlari bilan bittasini oyog'i bilan, bittasini pichog'i bilan Nafikka jo'natgan qiz ulardan qochib katta yo'lga chiqib oladi. Ayni damda Lukas ismli erkak rulda ketayotganida xotinchasi Claire bilan telefonda valaqlashib boradi va kutilmaganda Sedini chilpirak ko'radi. Shokka tushgan erkak mashinadan tushgach, Sedining hali tirik ekanligini ko'radi va yordam so'rash uchun qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qiladi, biroq qayerda ekanligini ayta olmaydi. Uning qayerdaligini qo'ng'iroq orqali aniqlay olmagan politsiyachilar qizni yaqin oradagi shaharga olib borishini tayinlashadi. Qizni mashinaga ortgan Lukas biroz yurgach, shahar markazidagi shifoxonaga yetib keladi va uni ichkariga olib kiradi, biroq shifoxonada hech kim yo'q edi. Xonalarni ko'zdan kechirgan Lukas hech kimni topa olmaydi va operatsiya xonasini topgach, aloqadagi shifokorning ko'rsatmasi bo'yicha uni stolga yotqizadi. Shu onda qizning oyog'i shart uzilib tushadi. Aloqadagi doktor qizning tomog'iga trubka tiqishni buyuradi. Qon yo'qotayotgan Sedi kutilganlarday titrashdan to'xtamasdi. Kutilmaganda aloqa uzilib, o'zini xirurg deya tanishtirgan odamning liniyasiga ulanib qoladi. Tipa xirurg Lukasga bechora qizning ko'kragini teshib, uning o'pkasiga trubka tiqishni buyuradi va ilojsiz erkak uning aytganini qiladi va Sedi shu onda jon beradi. Tipa xirurgning xoxolab kulayotganligini eshitgan Lukas telefonni o'chiradi. U shifoxonadan chiqishga urinadi, biroq barcha eshiklar qulflangan edi. To'satdan uning telefoni jiringlaydi va unga xotini qo'ng'iroq qilayotganligini ko'radi, biroq u boshqa odam edi. U bilan oldinroq gaplashgan dispetcher nima sodir bo'lganligini aytishini so'raydi, biroq u bunga loyiq emasligini ta'kidlaydi. Buni eshitishgach, Lukasga binodan chiqishga ruxsat berishadi va unga yangi kiyim bilan birga yangi mashina ham berishadi. Dispetcher esa unga hech nimadan xavotir olmasligi mumkinligini aytadi. Lukas go'shakni qo'ygach, unga ko'rsatma berib turgan dispetcher Sendi ham go'shakni qo'yib tuzoq nomli barga kiradi. Sendi barmendan ichimlik berishini so'raganida u Sendiga qo'li ketiga yetmasdan eshikni ochiq qoldirganligini aytadi va oralarida kelishmovchilik kelib chiqadi. To'satdan Deni ismli qariya qo'lida drabak bilan singlini izlab barga bostirib kiradi. U Varendan uning qayerdaligini so'raydi, biroq bu befoyda edi. Bundan so'ng barmenga qurol o'qtalganida qo'li maxluq qo'liga aylangan Varen bir shapaloqda Denining yelkasini ayron qilib Biroq bir zarbada uni yiqitgan Deni uning qo'lini otib tashlaydi. Singli qayerdaligini bilishini aytgan barmenni garovga olgan Deni uni uning oldiga olib borishga majbur qiladi va singli bo'lishi mumkin bo'lgan binoga kelishadi. Orqa eshikdan kirishgach bir nechta odam navbatda o'tirganligini ko'rishadi. Xonalardan birida esa uning singlisi mijozlariga tatu urayotganligini ko'radi. Aka-singillar 13 yil deganda ilk bor uchrashishadi. Vaqtdan foydalangan barmen Denining oyog'idan urib uni yiqitadi. Deni singliga uyga qaytishini o'tinib so'raydi, ammo o'zi shu joyni tanlaganligini aytgan Jessi bundan bosh tortadi. Jahli chiqqan Deni barmenga o'q uzadi va maxluqona ovoz chiqara boshlagan barmen hujum qilishidan oldin kallasini momotaloq qilib yuboradi. U singlini majburlab ushlab mashinasiga ortib u yerdan ketadi va mahalliy aholi ularning ortidan tushishadi. Jessi asfalt yo'ldan chiqmaslikni iltimos qiladi, ammo Deni uning gapiga quloq solmaydi. Mashina qattiq silkinishni boshlagach to'xtashga majbur bo'lishadi va Jessi ota-onalarini o'ldirganligi sabab shu yerda yashashga mahkum ekanligini aytadi. Uning gaplaridan tili aylanmay qolgan Denini ortlaridan kelgan maxluqlar mashinadan tortib olib burdalab tashlashadi. Jessi esa hech nima bo'lmaganday ortiga qaytib ketadi. Manzilga kelgan Jessi orqa eshikdan chiqayotgan Jem ismli qizni ko'rib qoladi va uni haydab yuboradi. Qiz esa ota-onasining oldiga boradi. Jem o'qishga jo'nashdan oldin birgalikda dachalarda dam olib kelishga jo'nashayotgan edi. Kimdir uzoqdan ularni poylab o'tirardi. Ular manzillariga yetib kelishadi va Jem narsalarni taxlayotgan vaqtda ota-onasi ovqat tayyorlashadi. Bundan so'ng Jemning o'qishi haqida gaplashib turishganda tashqaridan kelgan ovozlarni eshitib qolishadi. Biroq u yerda hech kim yo'q edi. Ular bundan qo'rqishadi va politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi. Derazadan qaragan erkak niqob taqqan odam ularga qarab turganligini ko'radi. Yana bir bor qaragach u ostonaga yetib kelib erkakning o'takasini yoradi. U tinmasdan eshikni uravergach oila orqa eshikdan chiqib qochishga urinishadi, biroq oldilarida yana ikkitasi paydo bo'ladi. Chiroqlar o'chib qoladi va notanishlar ichkariga bostirib kirib, to'rt tomonga qocha boshlagan qurbonlarni ta'qib qila boshlashadi. Shkafga berkingan Jemni topa olishmaydi. Daryl ularni tanib qoladi. Bosqinchilardan biri Ketga eri nima qilganligini aytgach, ayol uning qilmishidan hayron qoladi. U tinmasdan xotinidan uzr so'rarkan, uning og'ziga latta tiqib, ko'z oldida o'ldirishadi.
Kutilmaganda ko'chada chiroq yonib, mashina signali eshitiladi. Bosqinchilardan biri tashqariga chiqadi, biroq mashinada hech kim yo'q edi. Ortiga qaytayotganda Jem unga hujum qiladi. Uydan chiqqan qolgan ikkita bosqinchi qizga tuyog'ini shiqillatishni maslahat berishadi va u shunday qiladi ham. Bundan so'ng ichkariga kirib Darrellni o'ldirishadi. U o'limidan oldin Ketrinning suratini ko'radi va bular Michi va Jeklar bo'lib chiqishadi. Ular tashqariga chiqishayotganda Jem yana hujum qiladi. Jek uni tinchlantirishga urinadi, biroq qornidan jarohat oladi. Qochib ketayotgan qiz ota-onasining jasadlarini ko'rib chalg'ib qolishi bilan Michining qo'lida jon beradi. Barchasi bir necha soniyaga jimib qoladi, biroq to'satdan Jem va uning ota-onasining jasadi ichidan boyagi gulbadanlar teshib chiqishadi. Ular qochishga urinishganda ulardan birini gulbadan tortib oladi. Michi va Jeklar qutuldik deb o'ylashgandi, biroq qayoqda? Gulbadanlar ularning ortlaridan qolishmagandi. Barchasi aynan shu kunda boshlangan edi. Ular yana o'sha zapravkaga kirishadi va yana o'sha azoblarga duchor bo'lishadi. Demak, film ma'nosiga keladigan bo'lsak, barcha qahramonlarning taqdirini o'sha kimsasiz cho'l o'rtasidagi yo'lda yurganliklari bog'lab turadi. Ularning har birida javob berishdan qochishga harakat qilayotgan sirlari bor edi va shu sabab umrbod azob chekishga majbur bo'lishadi. Qissadan hissa shuki, uydan chiqqanda shilpildoqlar orasini yuvib chiqish kerak. Tamom.